O'roqlash mezgilida atiganda naştlik qilsak yaxshimi, qilmasak yaxshimi? Eng qiziqarli yeri atiganda naştlik qilgan vaqtlarimizda tushunmay turibdan birdamni qo'sqimizni ichib ketadi. Naştlik qilmasa, qo'saq o'sha holatda yana tushkicha unda qo'saq ichib qiynalib ketmaymiz, chiday olmaymiz tushkicha. Bu bir g'alati ahvol. Nimishqa birnim yesak, yana birdamni qo'saq ochadi. Birnim yemasak aksicha biz xil uzun vaqt chiday olmaymiz. Ma filmda javobini deb berma, bir tal yurak berib saqlaylik. Atdigini biz ba'zi bir xato bo'lgan yemeklarni yevasak, masalan, digarakchi. Masalan, ximirliq, masalan, non, pechin pranik, sangza, baqali degandek tatlı turum. Ondan keyin go'janglarni, masalan, meva qiyami, oq shakarlar va shunday qo'y. Ondan keyin quruq mevalar bor. Shularni yevasaqchi, bizning badanimiz, qon shakarimiz-chi, vashidil o'rnab ketadi. Yomon tez suratda qon shakarini o'rnatadigan yemeklar-chi. Bu chaqlar badan bir xil cho'chish bo'ladi. Cho'chish bo'lib, cho'ng menga telefon qildi. Bo'lmadi. Ma bizning Kufangda mol tush itlib ketib qoldi. Yotganlar. Ma Kufangda mol tez yo'tkaytinglar degandeklar. Ma cho'ng menga akaplar meni xizmatchilarni izlaydi. Mol yo'tkaydigan. Ama o mal yo'tkaydigan xizmatchilarning ish unumi ajoyib yaxshi. Birdamda yo'tkaydi. Bek tezda bir 5-10 minutlik yo'tkaydi. Quruq qilib qo'ydi Kufangni. Kufangdagilar Kufangning egisiga yana cho'ng menga telefon qildi. Quruq qilib qoldi. Ma Kufangning ishida ishtim qolmadi, tez mal akilinglar dedi. Shundan sizning qo'sqingiz ochildi. Chunki qon shakarimiz bir o'rlab to'shab ketib, keyindan tez suratda tushib ketdi emasmi? Qo'sqin shunda ochildi. Bu chaqda yemayman desangiz-chi, bir xil ishchingiz titildaydigan, qo'llar titraydigan, bosh qo'ygandek holat shekilda unda yana bir narsa yeyolsiz. Bu shu narsani xato yevaganlikda. Agarda biz yemasak, degan qo'p bir narsa yemasak, o chaqda bizning u Kufangdagi mol unda tez suratda itilib ketmaydi, to'shib qonda olib ketmaydi, uni tez yo'tkashlikka hojat yo'q. Jiddiy ish yo'q bu yerda, shundaqmi? Shundan bizning badanimiz cho'ng miyaga qo'sqin ichib ketdi degan signalni unda tez bermaydi, tushkicha bardosh bera olamiz. Ammo bu deganlik atiganda naştlik qilmasangiz yaxshi degan gap emas. Naştini qilishimiz kerak, ammo to'g'ri qilishda. Ya'ni atigini qon shakarimizni kontrol qiladigan, ya'ni ma Kufanga malni unda bakteriya suratda besib to'shqizatmay, asta-asta to'shqizadigan yemeklarni yeymiz. Masalan, sulu yarmisi, xunshu, qo'noq, kav, yangyu degandek manda ashliqlarni. Buningga qo'shib do'stlar, tuxum degandek oqsilni, sutni oqsil, andan keyin mevchilarniki qon shakarimizni pek o'riltib etmaydigan rangli mevchilar bor, lammay, somay, juza, kichik sho'xlar deymiz. Shularni moslashtirib, manda yesak, Kufangning ichidagi malni asta-asta to'shsa, uni cho'ngmenga jiddiy xizmatchi avat malni yo'tkaytinglar degan xabarni qilmaydi. Tushkichi bizning qo'sqimizni ancha ichib ketmaydi. Agar yemay chidab o'tayotsak, atdiganda yarim kun xizmat qildigan odam uchun ig'ir keldi eshitmaymiz. Shunashqa yam atdigini, naştlikni. Ammo to'g'ri yemaklikni tanlab turib ye. Eng xatarlik bo'lgani saharda qo'pib, nayt xato bo'lgan narsani pochchi yevilib, o'nolmay turib yana qo'saq ichib kelsa, yana yeb olasiz. Bir kunda 4 vaqt, 5 vaqt narsa yesangiz albatta samarasizda. Gapim jo'sh bo'ldimi? Yine güvence qo'ylang,